Assalomu alaykum TOEFL exam kuzatuvchilari. Mana bugun birinchi viloyatdan, Farg'ona viloyatidan hamkorlik shartnomalarini imzoladik Akmal aka bilan. Respect o'quv markazi. Xudo xolasa Akmal aka xayrli qilsin. Rahmat. Hamkorligimiz davomli bo'ladi degan umiddamiz. Harakat qilamiz. Yoshlar uchun TOEFLni xudo xohlasa bundan buyog'iga populyarniy qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Akmal aka biroz so'zingiz bo'lsa. Katta rahmat. Qizg'in muhokamalar qildik. Bunaqa muhokama kerak doim, sababi ertangi ishda yaxshi rivojlanib ketish uchun ham muhokama kerak. Erimasdan savollarga javob berganlar uchun ham rahmat. O'ylayman, birinchi maqsad doim bolalarga zo'r bilim berish va ularda kelajakda yaxshi shaxs bo'lib yetishiga harakat qilish. Sizni ham, bizni ham maqsadimiz shu. Shuning yo'lida TOEFLni bir yordami tegsa, TOEFL shunga sababchi bo'lsa, chunki juda ko'p o'quvchilarimiz chet elga o'qishga harakat qilishadi. Buni hamma biladi. Ko'rdik, zo'r chet elga o'qishga topshirish uchun yaxshi variant TOEFL. Shuni tushuntirib bermoqchimiz. Shu orqali ularga o'zimiz yordamimiz bermoqchimiz. Inshaalloh hammasining orqasidan xayrli qilsin, ularga foydamiz tegsin. Albatta, Akmal aka juda xursand bo'ldim. Birinchilardan hamkorlikni imzoladingiz. Xayrli qilsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Respect o'quv markaziga respect.